O'zbekistonga chigirtka to'dalari bostirib kelyapti. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmachasini bosib, iltimos e'tiborsizlik qilmasdan videoni oxirigacha ko'rishingizni so'raymiz. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda hududlarda chigirtka to'dalari tarqalgani bo'yicha xabarlar e'lon qilinmoqda. Mazkur xabarlar yuzasidan O'simliklar karantini va himoyasi agentligi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, har bir holat joyiga chiqib o'rganilib, to'dalar bartaraf etilishiga erishilgan. Xususan, 11-iyun kuni tunda Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidagi Shamol elektr stansiyasida chigirtkalar tarqalgani ma'lum bo'lgan. Dastlab erta tongda strategik ahamiyatga ega obyekt atrofida baryer usulida ishlangan. Keyinchalik kunning birinchi qismida elektr stansiyasining o'ziga ham kimyoviy ishlov o'tkazilgan. Shuningdek, Zarafshon shahridagi yoqilg'i quyish shoxobchalarida ham chigirtkalar to'dasi aks etgan tasvir e'lon qilindi. Bu holat ham joyida o'rganilib, chigirtkalar bartaraf etilgan. Bildirilishicha, tasvirlardagi chigirtka bu saksovul bukri chigirtkasi bo'lib, u ekinlarga zarar yetkazmaydi. Imago yoshiga bu hasharotning to'liq shakllangan, bolalik bosqichlari tugagan, ko'paya oladigan yoshi yetgan hasharot yorug'likka uchib ketish holatlari kuzatiladi va ayni vaqtda bu turdagi chigirtkalar tuxum qo'yib, tabiiy nobud bo'lish davriga yetib kelgan. Navoiy viloyatida zararli chigirtkalarga qarshi kurash aprel oyida boshlangan. 4 ta otryad tashkil etilgan bo'lib, 6 ta purkagichli maxsus avtomashina, 5 ta purkagichli traktor, 3 ta vodovoz biriktirilib, 25 nafar ishchi xodim jalb qilingan. Zarurat bo'lsa qo'shimcha kuchlar safarbar etiladi. Hozircha vaziyat nazorat ostida, deyiladi xabarda. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.